Xo'p, disk grijasi paydo bo'ldi. Uni qanday belgilari mavjud? Xo'p, agar bu disk grijasi bo'yin qismida uchraydigan bo'lsa, ko'pincha bo'yin sohasida og'riq, bo'yin harakatida, og'riqlarning kuchayib ketishi, uchinchisi og'riqlarning qo'lga berishi, og'riqlarning shuning bilan birgalikda uvishlarning paydo bo'lishi. E'tibor beramiz, bo'yin sohasida ko'p grija bo'lgan paytda ko'proq qo'lning tashqi tomoni, ko'proq 4-5 barmoqlarida uvishlik bilan namoyon bo'ladi. Bu ko'proq 5-6 va 6-7 bo'yin umurtqasi o'rtasidagi paydo bo'lgan grija bilan bog'liq bo'lish ehtimoli yuqori. Xo'p, mana bu ko'rib turganingiz bu sariq bu nervlar. Bu yerdan bu umurtqani atrof nerv chiqqandan keyin bu grija orqali bosilganda ham xuddi yuqoridagi simptomlar namoyon bo'ladi. Agar bel sohasida bo'ladigan bo'lsa, bu ko'proq og'riqlarning bir tomonlama sonning oyoqning orqasi tufayli berilishi, oyoqlarda uvishchilik, egilganda, qaddini rostlaganda og'riqlarning kuchayib ketishligi. Xo'p, shuningdek, yurganda yoki yotgan paytda og'riqlarning ham kuchayishi kuzatilishi, yo'talganda ayniqsa og'riqlarning paydo bo'lishi kabi belgilar bo'lish ehtimoli bor. Endi grija aniqlandi. Grijani diagnostikasida o'zi hozir 2-3 ta rasmlarni ko'rsatib o'taman. Bu bel sohasi va bo'yin sohasidagi grijalarning MRTda ko'rinishi. Grijani davolagan payti har xil metodikalari mavjud. Videoni boshida aytib o'tganimizdek, qaysi metodika to'g'ri? Umuman har bir metodika bu bemorni sog'ayishiga qaratilgan. Birinchisi boshlaymiz. Dorilar bilan boshlagan paytimiz grija hosil bo'ldi. Taxminan mana bunday struktura hosil bo'lgandan keyin grija nervni bosib qo'ydi. Atrofida shishlar hosil bo'ladi va yallig'lanish jarayoni hosil bo'ladi. Nerv bosilgandan keyin, nerv ta'sirlangandan keyin buni umurtqani atrofida mushaklar qamirib olgan, mushaklarda kuchli spazm paydo bo'lishda mushaklarning o'zida ham og'riq bo'ladi. O'sha nerv qaysi joyiga javob bersa, o'sha sohada uvishish, harakat cheklanishi ham bo'lishi mumkin. Buni qanday qilamiz? Qilingan dorilar bu yerda birinchi navbatda umurtqa atrofida mikrosirkulyatsiyani yaxshilash, qon aylanishini yaxshilashimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, MPVS yoki yallig'lanishga qarshi nosteroid vositalarini qo'llashimiz mumkin. Bu nimaga yordam beradi? Taxminan mana bu qilgan yuborgan doringizni o'zini bu nerv atrofidagi shishni yo'qotadi, vaspaleniya yo'qoladi va natijada nerv bosilishi kamayib, og'riq yo'qoladi. Uchinchisi, merelaksant, ya'ni mushakni, zararlangan mushakni o'zini bo'shashtiruvchi. Nerv mushakni mamlaqa g'ijimlab qamarib olgandan keyin o'sha mushak bo'shashgandan keyin og'riqlar pasayadi. 4-guruh vositalari nerv bosilgan paytda uvishlarni, og'riqlarni kamaytirish uchun bu yerda vitamin B guruhi ham qo'llashimiz mumkin. 5-si, kuchli og'riq bo'lganda ayrim kuchli og'riq qoldiruvchi, ya'ni bu antiepileptik dori vositalarini ham qo'llaganimizda bu og'riq vaqtinchalik og'riq qoldirishi mumkin. Va eng ko'pi ayniqsa bu SNK hududida tarqalgan ko'pincha chondroprotektor, ya'ni tog'ay strukturasini mustahkamlovchi vositalarni ham qo'llasak bo'ladi. Endi nina orqali davolaymiz degan paytda, nina bilan borganda umurtqa atrof ninalar qo'yilgan paytda mushaklarni spazmini olish natijasida bu yerda og'riqlarni kamaytirib berish mumkin va bu yerda qon aylanishini yaxshilab beradi. Cho'zish metodikasi orqali borgan paytingiz umurtqa pog'onasini oyoqdan osadimi, cho'zadimi? Mamlaqa cho'zilgan paytda chiqib turgan struktura orqaga sal kamayish natijasida og'riq qolishi mumkin. Keyingi metodika bu massaj orqali davolayman yoki kastoproflar har xil o'sha osteopatlarga borganda ham o'shani buni qisilgan nervlarda grijani o'zini mexanik ta'sirlash natijasida o'sha bosilgan nervni ozgina kamaytirish bo'ladi. Boshqa ilon zahri yoki boshqa to'qimasini ham umurtqa pog'onasini o'sha surtgan paytingiz mikrosirkulyatsiya yaxshilanib, yallig'lanish ketgandan keyin og'riqlar qo'yaverishi mumkin. Umuman qaysi metodikani olmang, hech qaysi metodika grijani 100% davolashga kafolat bermaydi va davolay olmaydi. Ayrim paytda operatsiya usullarini ham qo'llashimiz mumkin. Endi bu usullarda o'ziga yarasha kamchilik va plus tomonlari bor. Malakali mutaxassis bemorning yoshi, qo'shimcha kasalliklari, dorilarga ta'sirchanligi, grijaning razmeri, chiqqan joyi, grijani lateral chiqdimi, medial chiqdimi, qaysi joyini bosdi, hammasini hisobga olib eng optimal usulni qo'llash mumkin. Ayrim paytda bitta metodikani o'zi grijani 100% bitta metodikani o'zi bilan davolab bo'lmaydi. Misol uchun,
Faqat igloterapiyani o'zi bilan grijani hamma turini davolab bo'lmaydi. Yoki bitta cho'zish orqali grijani hamma turini davolab bo'lmaydi. Yoki faqat dorini o'zi bilan ham, dori ukolni o'zi bilan ham grijani hamma turini davolab bo'lmaydi. Ya'ni mutaxassisning fikri bemor uchun holatdan kelib chiqib optimal davo chorasini ko'rish kerak bo'ladi. Endi grijalarda qo'yiladigan top xatolar bor. Birinchi navbatda bu o'tkir og'riq bo'lgan paytda disk grijasini o'zida o'tkir og'riqda bemorda sirazi birdan mashqlarga o'tib ketish holati. Tasavvur qiling, nervingiz mamlaqa qisilib turgan holatda siz mamlaqa mexanik ta'sir ko'rsatish natijasida battar nervda qattiqroq bosilishiga va og'riqlarning kuchayib ketishiga olib kelish ehtimoli yuqori. Ikkinchisi, xato bu turnikka yugurib borib, turnikka osilib, buni cho'zdirib, mana cho'zilgandan keyin og'riqni kamaytirishga harakat qilishlik. Uchinchi xato bu ko'pincha ko'p yursam og'riq kamayadi, ko'p yotsam og'riq kamayadi degan tushuncha bo'lish. To'rtinchi xato bu ko'pincha yotishda e'tibor bermaslik. Ko'pincha beldan, bo'yindan grija bo'lganda ko'proq qattiq qalin bo'lmagan o'rinda yotish tavsiya qilinadi. Beshinchisi xato disk grijasi bo'lgan paytda o'tkir, ayniqsa birinchi 10 kunlikda birdan borib massajlab olish, uni mexanik tortish, cho'zishga harakat qilishlik bu grijani birinchi 10 kunligida aks ta'sir berib og'riqlarning battar kuchayib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingi videoni ham kuzating. Bu keyingi video blokadalar grijani davolaydimi mavzusida bo'ladi. Siz bilan doktor Alimov bo'ldi. Kanalga obuna bo'lish va videoga like bosishni unutmang. Sizda ham yuqoridagi holatlar bo'lganmi? Bizning fikrimizga qo'shilasizmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.